Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Bugungi sizlarga gapiradigan gapimiz ruhiy zo'riqish haqida. Misol uchun ijtimoiy tarmoqda juda ham o'zini baxtli ko'rsatib, hayotda yig'lash yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqda juda ham o'zini baxtsiz ko'rsatib va yig'lashdan oldin ham kamerani qo'yib, kameraga qarab yig'lab, lekin hayotda mana zo'r bopladim. Endi ko'proq prosmotr bo'lishi haqida. Yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda gunohdan, qo'rqinchli narsalar haqida yoki u dunyo haqida gapirib, lekin hayotda kayf-safo qilib yashash, bu barchasi zo'riqishga kiradi. Chunki sizni gapirgan gapingiz bilan o'zingizni tutishingiz bir-biriga mos kelmaydi. U baribir o'zini natijasini ko'rsatadi. Bu sog'ligingizga xavf soladi, boshingiz ko'p og'riydi, uyqusizlikni boshingizdan kechirishingiz mumkin yoki turli xil sizda allergik kasalliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ruhiy zo'riqishni bas qiling. Agar siz to'g'risini gapiring, ya'ni balansni oling. Kam yig'lab, kam gapirib, kam quvonib va barchasini balansida yurishga harakat qiling. Shunda sizni tanangizda ruhiy zo'riqish bo'lmaydi va tanangizda ruhingizni zarbalari belgisini ko'rsatmaydi. Bizni kuzatishda davom etinglar.